mabodo sen o'zing yakka konsert bergan bo'lganingda men hayotda bormasdim. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Men shu yaqinda 13-aprel kuni ustozimiz Sherali aka Jo'rayevni xotiralab farzandlari konsert berdi. O'shanga bir mazza qilib dam olaman deb bordim. O'sha konsertda qisqagina bir videocha qildik. O'sha olgan videoyimiz shu bir kunda davomida bir rekka chiqib ketib qoldi. Shu bir kundan beri Shohjahon Jo'rayev bilan Bezod degan bir administrator bor ekan. Tamom shu bosim o'tkazishyapti. Shohjahon, uka, sen menga audio zapis ham jo'natding. Men mabodo sen o'zing yakka konsert bergan bo'lganingda men hayotda bormasdim. Men seni ashulangni eshitadigan ashulachi emasman. Men ustozimning ashulalarini xotirlab aytganing uchun bordim. Men ustozim uchun, ustoz men uchun buyuk inson. U bizda shogirdlarga O'zbekiston uchun berilgan ne'mat edilar. Shohjahon, men qara, seni admining Bezodmidi o'sha yigit telefon qilib sizni litsenziyadan taqiqlab qo'yaman, to'yga ham yurgizmaydigan qilib tashlayman deyapti. Mana qara, agar sen o'zing o'ylab ko'r, agar O'zbekistonda 5 million ashulachi san'atkor bo'lsa, o'shandan 4 million 800 tasi Sherakamda ashulasini aytadi. Men yoshim 60 ta. Men Sherakam duolarini olganman. Agar har bitta ashulachini oldiga borib zapret qo'yadigan bo'lsang, yana o'zing bilasizlar. Agar qo'lingdan kelsa, har bittasiga borib zapret qo'y uka. Aziz vatandoshlar, hozir menga Shohjahon jo'natgan audio zapisni qo'yaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Shohjahonman. Bolalar bilan gaplashgan ekansiz. Video qo'ygan ekansiz. Oxirgi videoyingizni o'chirib oling. U xuddi bizni ustimizdan bir masxara qilgandek yoki kulgandek bo'lib qolgan video bo'lib qolibdi. Biz shunaqa qabul qildik buni. O'chirib yuborsangiz menimcha yaxshi bo'ladi. Shunday bir-birimizni. Shu menga nisbatan gapirgan gaplari to'g'rimi? Pul kerak, pul. Tilni sayratadigan ham, dilni yayratadigan ham, oilaga totuvlik, maza kirgizadigan ham, gina gudurat, janjal, g'alvani ushladasi ham pul. Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul.